Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz Toshkentning eng boy yosh biznesmenlari bilan hozirda intervyu quramiz. Abdudamas qolamiz. Assalomu alaykum. Abdudamas aka. Assalomu alaykum. Nima gap endi? Oka shuncha ko'chdingizmi? Bu yerda o'sha bitta xonadanimni, bitta xonasini remont qilyotgandim. Shuning vaqtinchalik masjidda oldim. Kambag'alchilik yashash kerak. Paskatchilik, Mishleniya bagati bo'lish kerak, mishleniya. bagati mishleniya. Eng muhimi, masjidingizda bitta kassa apparat qo'yib qo'ying. Alo. Do'stlar, O'zbekistonning eng yosh millionerlaridan biri Abdudamas aka. Sog' bo'lasizlar.